Amir avtosavdoda arzonga yaxshi Matiz mashina chiqsa mana deganlarga zo'r variant kelib qoldi. 2007-yil oldiga retlarni qilib qo'yishibdi. Mashinani просто ustuni asvejit qilishgan ekan. Ichlari o'zini shu svetda bo'lgan radno rangini turibdi. Oga kosmetika uchun qildirganmiz. Mashina butun, orqa oldilari yaxshi mashina, butun. Texnik hech qanaqa motor hadovoylardan kamchiliklari yo'q. Mashina ideal holatda deyaptilar. Mana holatni ko'ringlar. Mana holatlar ham zo'r holat turibdi. Mashina texnik holatiga javob beraman. O'zim minib yurgan mashina deyaptilar. Salon holatlar ham yaxshi holatda turibdi. O'zini ishlatgan hollarda gaz uстановка bo'lgan. Mashina choklari ham zo'r turibdi, ko'rsanglar bo'ladi. Ustini asvejit qilganmiz deb. Kraska choklari ko'rsanglar ham ichlari mana o'ziniki turibdi mana. Ichlari o'zini rangi turibdi. Ustini o'zini kosmetika qilingan o'kadilar. Hop 2007-yil 521 ming kilometr masofani bosayotgan, motor hadovoylarda umuman muammosi yo'q. Matiz mashinasi oldiga letlarni to'qib qo'yishgan. Faqat oformat bo'lar ekan, maza qilib minishinglar uchun $2400 baholaydi, bosib yuboringlar.